Assalomu alaykum mahalladoshlar, aka-uka, opa-singillar. Mana Jizzax viloyati Arnasay tumani Bo'ston MVYda joylashgan bir xonadon Marg'ilon jome masjidi. Xalq hashari. Hozirlar ustalar. Shkaturka deymi, nima deydi? Yumshoq. Masjidimizda janoza namozini joyida devor ko'targan edik. Shundan qumshoq qilyapmiz yigitlar hasharda. Hormanglar yigitlar. Alloh rozi bo'lsin. Ana. Bu tomonda keldi uka. Bu tomonda mana jiyan Jamol. Pashsha qo'nsa toyib yiqiladigan qilamiz deyapti-ku. Hasharga? Mana qumimizda ham shu sovg'ozimizdan bir ukamiz ehson sifatida yordam qilib turibdi. Qancha kerak bo'lsa, bir kamazmi, ikki kamazmi farqi yo'q. Rastvorlar qara, qaymoqday. Yana hasharga aytgan edik. Hashargami? Ha, malades. Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar. Masjidimizni yonboshida mana beton halaq qilayotgandi. Hozir Elyer ukamizga aytdik, sudrab. Inshaalloh bu yerlar steyashga bo'ladi-da, yo'lakcha bo'ladi, insonlarga yurishiga qulay bo'ladi. Masjidimiz yonidagi binosi. Bu yoqda qumshoq ketyapti mana yigitlar. Steyashga bo'ladi bu yer. Xudo xolasa. Mana ustalar chivin qo'nsa toyib ketadigan qilib qo'yapti. Keldi, charchash yo'qmi? Keldi. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Cho'tki chiqyapti.